Nodira qanday o'ldirilgan edi? Bilamizki, Umarxonning ayoli shoirai davron bo'lgan asl ismi Mohlaroyim Nodira 1842-yilda Amir Nasrullo tomonidan qatl etilgan edi. Lekin tarixiy jarayonlarda har bir shaxsning o'limi ortida juda ko'p sirlar yashirilgan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab tarixchilar Nodirani o'limini ikkita faktor orqali ko'rishadi. Birinchisi, Amir Nasrullo Qo'qon xonligida islom dinini susayganini bahona qilib, Qo'qon xonligiga bostirib kirilishi bo'lsa, ikkinchisi 1822-yildan to 1842-yilgacha Muhammad Alixon tomonidan Qo'qon xonligi yaxshi boshqarilganligini sabab qilib ko'rsatishadi. Aslida ham shunday bo'lganmi? Bilamizki, Nodiraning ikki o'g'li bo'lib, biri Muhammad Alixon, ikkinchisi Sulton Mahmudxon edi. Sulton Mahmudxon manbalarda og'ir vazmin va aqlli shahzoda deb ta'riflangan edi. Lekin uning bolalik va boshqa xotiralari deyarli manbalarda uchramaydi. Sulton Mahmudxon Shahrisabzda hokim bo'lib turgan bir paytda Amir Nasrulloh xon tomonidan O'ratepaga hokim qilib tayinlanadi. Va siyosiy nifoqning oldini olish uchun Nodira ikkala o'g'lini yarashtirish maqsadida Xo'jandga yo'l oladi. Ikkala o'g'lini yarashtirib, birini O'ratepa hokimligidan ozod qilib, Shahrisabz hokimi bo'lgan va keyinchalik ittifoqdan keyin Toshkentga hokim etib tayinlangan Sulton Mahmudxon akasi Muhammad Alixon taxtini va uning hukmronligini hurmat qilgan edi. O'z maqsadiga erisha olmagan Amir Nasrullohga esa bu kelgusida Qo'qon xonligini egallashga bo'lgan rejalarini chilparchin etilishi edi. Va 1842-yilda islom dinining susayishi, ya'ni Muhammad Alixon o'gay onasi Xonposhshaga uylanganini vaj qilgan Amir Nasrulloh Qo'qonga bostirib kelardi va Muhammad Alixon, uning o'g'li Muhammad Aminxon va Sulton Mahmudxonlarni qatl ettiradi. Bu ko'rgulikka chiday olmagan Nodira Amir Nasrullohga bor haqiqatni aytib tashlaydi. Amir Nasrulloh o'z navbatida Nodira va uning kanizaklarini qatl etishni buyurtiradi. Manbalarda Muntahab Tavorixda, Anjumani Tavorixda va Turkiyada yagona nusxada saqlanadigan Farg'ona xonlari tarixi kitobida Nodiraning so'nggi kunlari ana shunday deya etiladi. Shoirai davron qatl etilgandan keyin uning xonlar dahmasiga dafn etishadi.